tijoratchi savdogar akalar 6 narsaga amal qilsin deydi. Jalil ulug' sahoba ikromlarni tavsiyalari bor, ko'rsatmalar. 6 narsaga amal qilsa chuqurga tushib qolmaydi. Alloh azza va jalla baraka beradi, bankrot bo'lmaydi. Birinchisi, rizqi Alloh azza va jalladan deb bilish. Foyda ko'radimi, zarar ko'radimi, rizq Alloh azza va jalladan deb aqida, e'tiqodan qalbga singdirish mana shu. Rizq bu Allohdan. Ikkinchisi, la tahlif lizzabun, qasam ichmasin. Akalar, tijoratchi akalar, savdogar akalar qasam ichmasin. Alloh azza va jalla barakani olib qo'yadi. 100 ming oborot qilasiz, qasam ichib qo'yapsiz, 10 ming barakani Alloh taolo olib qo'yadi. 1 million oborot qilyapsiz, qasam ichaveryapsiz, 100 mingini Alloh taolo olib qo'yadi. Baraka bo'lmaydi. Tijoratchi, savdogar akalar qasam ichmaydi. Ikkinchisi. Uchinchisi, ibta'id an-shiroq. Sherikchilikdan imkon qadar qochish kerak. Sheriklik ishdan qochish kerak, imkon qadar uzoqlashish kerak. Endi sherikchilik ish qilib turgan aka-ukalar xafa bo'lishmasin. Sherikchilikdan imkon qadar qochishlik to'g'risida, zarari to'g'risida soatlab gapirishimiz mumkin. Xo'p, to'rtinchisi, tijoratida faqat rostgo'y bo'lish. Savdosida faqat rost gapni gapirish, yolg'on gapirmaslik. Alloh azza va jalla barakani olib qo'yadi, yolg'on gap. Beshinchisi, la taj'al mahallaka maqhan. Ish joyini gap so'z xonasi qilib olmaslik kerak. Masalan, ofisida boshqa og'aynilarni olib kelib olib, valaqlashib, gaplashib o'tiradiganlari bor. Alloh azza va jalla barakani olib qo'yadi. Akalar, ishoning, Alloh barakani olib qo'yadi. Ish joyini, ofisni faqat ish bo'lsin u joyda. Boshqa og'ayni bilan olib kirib olib, gaplashib o'tirishlikda Alloh azza va jalla barakani olib qo'yadi. Demak, ofisini, ish joyini gap so'z o'rnida qilib olmaslik. Oltinchisi, al-xususiyya rohalizam. Imkon qadar savdosida, tijoratida maxfiylikni lozim tutish kerak. Foyda ko'ryaptimi, maxfiy bo'lsin. Zarar ko'ryaptimi, birovga shikoyat qilmasin. Foyda va zararida maxfiylikni lozim tutish. Tijoratidagi rejalarida maxfiylikni lozim tutish. Mana shunda baraka bo'ladi. Mana shu 6 narsaga amal qilishlikda baraka bor. Bu tijoratchi, ulug' jalil sahobalarning tavsiyasi. Alloh azza va jalla tijoratlaringizga barakot bersin. Alloh barakani olib qo'ymasin.